yerlarda qirg'izlar Alaydan Cho'nalay degan yerlarda to'planishib turibdi, Kashitdan kelib. Ularga shu bitta vertolyot naq avtomatlar, orujalar tashab beribdi. Uni ko'rishib, orujalar tashab beribdi. Endi mahallaga dedi, tomga chiqib, tomga, yerlarga katta qilib, qora kraskadami ko'rinadigan qilib, nimada bo'lsa, sos deb yozinglar dedi. Endi biz maktabda oldida turardik, maktabda tomlarga chiqib, katta uyimiz tomlariga sos, stadionlarga sos deb yozib tashladik. Yordam keladi. Sos deb yozsanglar O'zbekistondan voyennilar keladi dedi. Biz shunday qilib yozib tashladik, yaxshini vertolyot uchib kelib turib, sos degan yerga kelib otishordi. Mashina degani yordam beramiz dedi. Sos deb yozsanglar, mashina bilishar ekan, O'zbek mahallaning borligini bilar ekan. Hozirgi televizorda berayotgan informatsiyalarimiz qolmadi, yolg'on. Ishlarimiz hech ham qolmadi. Bu bo'lmish faqat hech narsa qolmadi. Erlarimiz och qolyapti. Erlarimizga tinmay mana telefon qilib turibmiz. Kelolmayotgan o'zbek xotin bola chaqalar bor ekan. Erkaklarimiz och o'tiribdi ekan. Mana bir hafta bo'ldi boshlanganiga. Hali ularga yordam bormabdi. Bu hamma berayotgan informatsiyalari yolg'on. Mana biz sotkalarimizda zapisi nimalari bor, kerak bo'lsa guvohlarimiz bor. Uydan chiqolmaylar o'tiribdi. O'shdan keldim. Ertasiga 10larda tinchib turib, soat 12da yana azon aytganda, jumaga azon aytganda ularnikiga jumadan chiqqanlarni otamiz deb voyennilar bilan kelib, hammani boshida 7-palinekamiz bor zapisniyda, shundan boshlab quvib otib keldi. Tankisi bizni Chirmishkani qurchab oldi. Yo'l yo'q, hech yerga o'tgani. Kechasi bilan to'xtab turing. Masjiddan chiqqanlarni hammasini otdi, uylarni kuydirdi. Kechasi endi juma kechasi bo'ldi. Bizni qurshab oldi. Chiqqani yo'limiz yo'q. Saharda chiqib mahallani o't qo'yili aytayapman-ku, masjidni yoqdi. Chiqib kelyatsak, yoqishni boshladi. Biz chiqib kelyapsak, bizni rosa voyennilar mashinaqasiga shu qirg'izlar tosh otib nima bilan kaloni bo'lib chiqib ketadi. Avtomatlar bilan quvladi. Mahallamizda o't yoqib, kuydirganda u mahalla bilan bu mahallani boshida ikkitadan qirg'iz bordi. Ikkov qirg'izni ham uyi qoldi. Biz yonayotganda chiqib keldik, qolgani hammasi kuydi. 4 bir oiladan 6 odamni kuydirib yubordi. Kampirlarni bo'lsa tomga osib turib, o't qo'yib turib, kulib mana qilib o'ynashdi. Jijilarni ma'dan bo'ynidan bo'g'ib turib o'ltirishdi. Endi boshqa gapni gapirmayman endi. Yildan beri 90-yili o'zbek qirg'iz urushi boshlangan. Shundan beri bizga tinchlik yo'qda, yo'qol sartlar, senlar O'zbekistoningga yo'qolish, ketish, bu yerda yashashma, senlar bizni qulimizsan deyshadi. Normal hayotim yanda bizni bolalarimiz o'qitsak ishlata olmaymiz, boshqa qilamiz, hech narsaga huquqimiz yo'q. Hamma yoqqa qirg'izlar egador, qirg'izlar qiladi. Bo'pti, endi Qirg'izistonni qirg'izlar bo'ladi. Imkoniyati yo'q. Mana hozirga kelib endi butun o'zbeklarni kirit tashlayapti. Pulemotida otyapti, avtomatida, snaperida otyapti, hamma yoqda otib o't qo'yapti. Oldin kerakli mulklarni olishib o'zlariga, keyin uylarimizga o't qo'yapti. Mana Obulgay tomonda bitta mahallaga o't qo'yib, bitta yosh 6 oylik kelinchakni qo'llaridan chopib yoqib tashladi. Uni orqasidan 18 yoshar qizi nomusiga tegib qiynagan, erkaklarning butun hammasini o'ldirib tashlagan. Mas'uliyat toshga qochib keluvdi, bitta qizga 50 ta erkak yotibdi. Shokda yotibdi hali qiz. Mashaq O'zbekistonga olib o'tdi. Ashu Shamshat bilan Jo'pasda urush bo'lgan kuni ashu Suratoshdagi masjidga bir kunning o'zida 59 ta o'lik keldi. Bari akalar, ukalar, qo'shnilarimiz, yaradorlar to'liq bu yoqqa olib o'tdi. Hech ham bir iloji yo'q. Bu o'zbeklarni kirit tashladi. O'zbekdan bitta ham urib qo'ymaymiz degan gaplari bor. Qanday qilib yashaymiz biz O'zbekistonga o'tib ket, yo'qol deb, sart deb haydab tursa, bizga bitta mashina yinani uchchalik yordam tegmaydi hech qachon. Doim pomishlar keladi. Faqat Qirg'izistonga qirg'izlarga tegadi. O'zbeklarga hech nima tegmaydi. Biz endi qanday qilib yashaymiz? Hozir borib uyimizga qanday qilib yashaymiz biz? Iloji bo'lsa, mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuni hal qilsin. Bizga yordam bersin. Men Ashurova Odinaman. Jo'pasda yashayman. Oxirgi kuni aytdi 17 apreldan keyingi bir kamasi